Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam shafaat peshalarni eng avvali bo'lib qiyomat kuni har bir zot qabrlardan tirilgandan keyin mahshar maydoniga jam bo'lar ekanmiz. Mahshar maydoni degan so'zning lug'atdagi ma'nosi qilingan amallarimiz tarozda tortilib, qo'limizga nomai amallarimiz beriladigan daqiqalar yaqinlashgan payt mahshar maydoniga jam bo'lar ekan. Har bir odam qabridan turib kelar ekan. Shunda bir manzarani guvohi bo'lar ekanmizki, quyosh boshimizni tepasida turib qizdirib turganda odamni bosh qaynaydigan holatda, azob ustiga azob bo'lib, qiyomatning dahshatlari ko'zimizga ko'rinib, har bir odam jannat bilan do'zaxning o'rtasida turib, endi meni ishim nima bo'lar ekan, amalim nima bo'lar ekan deb turgan oyoqda turib, ko'zlaridan yosh oqib yig'lab, oxirida ko'zlaridagi yosh qurib qon oqadigan bir davr bo'lar ekan. Bu bo'lar ekan mahshar kunida. Shunda jamoat toifa bo'lib, birinchi bo'lib odam alayhisalomning huzurlariga borib yordam so'ralar ekan. Siz jami payg'ambarlarning avvalisiz, bashariyatning otasiz. Alloh sizni siylab jannatdan joy bergan. Ey odam, bizni endi shafaat qiling deb odam alayhisalomning huzuriga borib jannatning eshigini ochib berishni iltimos qilishar ekan. Bu azoblardan qutqaring, hisobimizni yengil qiling degan iltijo odam alayhisalomning huzurida bo'lar ekan. Shunda odam alayhisalom aytar ekanlar: ey bolalarim, bandalar, meni jannatdan quvlishimga nima sabab bo'lganligini bilasizlar-ku. Men Allohning gapirgan gapiga itoat qilmay osiy bo'lib jannatdan quvilib qoldim. Hozir meni o'zim nima bo'lishimni o'zim bilmayman. Alloh bugun juda ham g'azabga mingan holat. Bundan keyin bu holat bo'lmaydi. Bu martabaning egasi men emasman. Men sizlarni shafaat qila olmayman der ekanlar. Meni o'g'lim Ibrohim alayhisalomning huzuriga boringlar. Ibrohim alayhisalomning huzurlariga borib jannatning eshigini ochib berishligi, qiyomatdagi hisobni yengil bo'lishligi, shafaat pesha bo'lib shafaat qilishlarini so'raganlarida Ibrohim alayhisalom aytar ekanlarki, men bu martabaning egasi emasman. Sizlar Nuh alayhisalomning huzuriga boringlar. Nuh alayhisalomning huzuriga borganda ham natija bo'lmasa ekan, men shafaat qila olmayman der ekanlar. Shundan keyin Musa alayhisalomning huzuriga boringlar. Musa alayhisalom karim payg'ambar bo'lgan, hech bir farishtasiz Alloh bilan so'zlashadigan bir mo'jizaning egasi bo'lgan. Shoyatki Alloh Musoning so'zini inobatga olib, Musa shafaat qilsa deganlarda, Musa alayhisalomning huzurlariga borib shafaat so'rar ekanlar. Musa alayhisalom ham yordam bera olmasa ekanlar. Isa alayhisalomning huzuriga borganlaridan keyin ham Isa alayhisalomdan ham bir natija chiqmagandan oxir zamon payg'ambari Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning huzuriga borib yig'lab shafaat talab qilishar ekan. Ey oxir zamon payg'ambari, jami payg'ambarlarning xatmi kunandasi bo'lgan Muhammad, bizni bir shafaat qiling, gunohlarimizni mag'firatini Allohdan so'rang, jannatning eshigini oching deb o'shanda payg'ambarimizga iltijo qilganlarida Janob Rasululloh borib Allohning arshini soyasini tagida boshlarini sajdaga qo'yar ekanlar. Shunda Alloh marhamat qilar ekanki, ey Habibim Muhammad, boshingni ko'tar. Nima so'rasang, men bugun seni talabingni beradigan daqiqalarga yetib keldik. Nima talabing bor deganda, payg'ambarimiz marhamat qilar ekanlarki, Me'rojga chiqqanlarida Janob Rasulullohga Alloh 3 xil ne'matni ato etgan. Ana shu 3 xil ne'matdan birinchisi muhtaram birodarlar 5 mahal namozni farz bo'lishi Me'roj kechasida bo'ldi. Ikkinchisi Sura-i Baqaraning oxirgi oyatlari. Amanar rasulu bima unzila ilayhi min robbihi val mu'minun oyatlarini nozil bo'lishi. Uchinchisi payg'ambarimiz so'ragan ekanlarki, yo Rabbim, qiyomatda osiy bo'lgan, gunohkor bo'lgan, azobga mustahiq bo'lgan ummatimni shafaat qilish salohiyatini bersang, og'ir paytlarda do'zaxning otashiga o'tim bo'laman deb azobda turgan ummatimni shafaat qilish salohiyatini bersang deganda,
shu salohiyatni Alloh payg'ambarimizga bergan ekan. Men talabingni beraman. Endi shafaat qiladigan davr keldi. O'sha jannatga loyiq bo'lgan bandalaringni qo'lidan yetaylab, jannatni 10 eshigidan jannatga olib kirgin degan Allohning farmoni bo'lar ekan. Birinchi shafoatlari, payg'ambarimizning shafoatlari qiyomat kuni mahshar maydonida bo'lib o'tar ekan.